Hop, mana pomidorlarimizni ekkanimizga bugun 3-kuni tez oz sug'orayotganimiz uchun 1 tonna suvga birinchi kuni 1,5 kilo kalsiy berdik. Hop, ertasiga yana 1 tonna suvga 1 kilo 600 0,234 ga yarim kilo magniy sulfat qo'shib berdik. Mana bugun 3-kun. 3-kunga mikrobiotikni biofluika dorisini berdik. Bu yerda sho'rlarni yuvib, ildiz tizimlarining rivojlanishiga foydasi bor deyishgandi. Shunga 2,5 kilodan magniy sulfat qo'shib beriladi deyishdi. Biz magniy sulfatimiz hozir yarim kilodan qolgan ekan, qo'shib berdik. Bu biofluikani 1 tonnasi 2 kilo, yarim kilo magniy sulfatdan qo'shib berdik. Mana xudo xolasa ko'chatlarimiz yurishni boshladi.